Salam qizlar, balalarning qizitmasini yandirish uchun yaxshi bir usulni tavsiya qilib keldim. Tunigun kecha qizim butun bir kech qizib chiqdi. Qizitmasi bekli o'rlab ketgachga avval to'g'risini ishkizib o'tgandan keyin ondan bu usulni sinadim. Agar balalarning qizitmasi bizda to'van 37 dan 38 5 gacha bo'lgan aralıqda mush usulni sinab olsanglar balalarning qizitmasini tushirishga bekli yordam bo'ldi ekan. Birinchi qadamda balalarga qizitma yandirish chaplaq chaplaymiz. Balalar bu uyda cho'qim zapas saqlash tegishli bir narsa mush qizitma yandirgan chaplaq. Buni chaplab bo'lgandan keyin ilman suv tayyorlab, shuni balamizning qo'liga chasaqmi yoki qo'limizni tekkizib, anadan keyin qisaqmi bo'ladi. Ikki barmoqimizni juplab, mushkul holatda sirtidan ichiga seriymiz 200 qitimdan 400 qitimgacha qisaq bo'ldi. Cho'qim bir xil yo'linishga qilamiz qizlar, qaytirib oldiga keyinlik qilishga qat'iy bo'lmaydi. Bu usulni to'liq tamomlab bo'lgandan keyin ma'lum holatda urib bersak bo'ladi. Buni mu sirtidan ichiga qarata uramiz. Buni o'xshashlar 200 qitimdan 400 qitimgacha urib bersak bo'ladi. Oxirgi qadamda balaning qo'lini mavyantu holatga kelib, jaynak tarafdan mav sirtiga 200 qitimdan 400 qitimgacha serib bersak bo'ladi. Bu usul bu vaqtlardagi to'van qizitmani tushirishga intayin mos keladi. Agar yuqori qizitma bo'lib qolsa, jiddiy doktorxonaga operasiyonlarni tavsiya qilaman. Kichik balalarning qizitmasiga hargiz misal qarashga bo'lmaydi. Ko'rayotganinglardek balaning qizitmasi asta-asta tushyotidi. Garchi balaning qizitmasi tushgan bo'lsa-mu, aytdi saharda doktorxonaga elib bordik. Tekshirtgandan keyin balaning keli qizirib ishib qolganlik sababdan qizibdi. To'g'ri abinib keldik. Oxirgi tavsiyam bu vaqtlarda uyda cho'qim qizitma yandirgan chaplaqni zapas saqlab qo'yinglar. Oldin qatim o'g'lim og'rib qolganda bir qipini 38 qo'ydan olgandik. Ichidan arana 6 tal chiqqan. Mav asidek sira qarog' isib qo'yganimning ichida bir qopdan 10 tal chiqadi. Bahasum bekli arzon ehtiyoji bor qizlar shu yerdan setib oling.